Qalaymiqan jibo qilmanglar, qalaymiqan jibo qilmanglar. Bu nomerga ta'sir etadi, unmay unda qilib, bunda qilib, har xil amallar bilan jiboni qilib jonxonni buzgan bo'lsanglar, endi bu hozir normal bo'lgandan keyin endi jibo qilsanglar, iqim bermaydigan, suv bo'lmaydigan holatga kelib qolasizlar. Masalan, men nomergim qaranglar, ha. 69 ko'lik mandaq sodlar necha qatam qilayotgan. Anan keyindan mani biz 7-soatdan boshlab qildik. Mayaga kelib 4800 mayada bir chek kelgan vaqtda azroq ishlab olib qilib ketib qoldi. Anan keyinda 4100 4000 oqshomgi sodimiz ma'lum. 11-slardagi soda 6200 ga chiqdi. Endi meningki iqimni men ko'rsatib qo'yay sizlarga. Iqim qandaroq menga o'tibdi. Malliyo'liyan qaranglar, ha. Ma iqim shunda oz bo'lsa-mu, meningda mana qaranglar, 9, 8, 10 tüyjamba jonxon endi o'ngishlayotgan jonxon ma'vu. Bo'lgan so'da 6500 ko'y. Men o'zimiz shu halqimda ma'vu odamning turish vaqtim o'zgardi, men xohishini o'zgartgandan keyin. Aning keyindan ma iqim endi asta-asta ko'tarilyapti. Balkim ma 2 kungacha ma 40-50 ga chiqish mumkin ma'vu. Endi buningga 1-2 ming ko'y pudr vatdiqmi, ma 6500 ko'ylikqa qaranglar, ha. Uvgan pulni ko'rsatib qo'yamaydi, qancha pul uvganimizni. Nomerni manda o'ngshaymiz, buni so'da qilib turib o'ngshaymiz, nomer o'ngshaymiz deb bu qalaymiqan holat qilib qo'ymaymiz. Nomerni qaranglar. Ana qaranglar, 800 ko'ydi. 4100 ko'y pullik iqimdan, qolgan 2300 ko'y tabiiy iqimdan bo'ldi degan gap. Va yoki uvgan pulimiz bizning jiholar ma'vu. Bunda chencham ozroq ko'ydi, suyishunti hammasini tang ko'ydi. Manda qalat o'ngshaymiz, nomer degani so'da qilib turib o'ngshaymiz. 3 tal 4 tal aş tüyeceğim bilenmi 6 ming ko'ylik soda qilib degan gap 800 ko'p pul oldi. Hisobda buningki 40% atrofida foyda qolgan narsa 6 ming nechiz ko'yniki 2 ming ko'ylik foyda qoldi. 800 ko'yni Gongafay chiqarib olsak meni 1 ming atrofida foyda qoldi degan gap. Sizlarning nomerdan mushta ahvollar yuz berayotgan bo'lsa, adam yo'q bo'lib qolsa bir raqam yo'llab qo'yinglar. Soda bo'lmayotgan bo'lsa 2 raqam yo'llab qo'yinglar. Uning keyindan men nomerni qanday o'ngshaymiz? Men kechda jiborimda menikin dapirman qanday o'ngshaydigan. Uningdan boshqa bizniki 20-sa, ya'ni 8 kundan keyingi 5 kunlik mashq başında o'ttir saviya o'sha jibo qilganlar qarta. Iqim yo'q, soda yo'q, soda ko'tarilmayotgan holat bo'lsa. Men sodani 5 kundan keyin yoki 7 kun, 5 kunda 7 kungacha vaqt bersizlar, aning keyinda 10 mingning ustiga chiqib 10 ming 20 ming soda qiladigan akavitimiz ma'lum. Şuna 5 kunlik mashq va o'rnimiz Urumchida ko'pchilik. Hozir ayrimxonaga gap qilsam bo'ldi, sanma az qoldi. Adam sanimiz jiqmaymiz. Jibo qilmaganlarni olmayman. Jibo baqqan, jibo qilayotganlar, bu jibo qilib baqqanlar 0 saviyalar bo'lib qolsanglar, to'rtlar suguninglar. Jibo qilayotganlar bo'lsanglar, jibo qilib baqqanlar bo'lib qolsanglar, ayrimga qilsanglar bo'ldi. 20 ming deslar 5 kunlik dars boshlandi.